Mana hozir ko'rib turganimizdek, ya'ni zamonaviy bekatda turibmiz. Ya'ni zamonaviy bekatning oldingi bekatlardan farqi nimada? Oldin hammamiz bilamizki, bekatlarda do'konlar, ya'ni tadbirkorlar ish faoliyat ko'rsatardi. Buning natijasida esa yo'ldan qatnab kelayotgan yengil transportlar do'konga kirib o'z ehtiyojini olib chiqish uchun, ya'ni avtonovkalarda mashinalarini qoldirishardi. Buning natijasida esa orqasidan kelayotgan jamoat transporti va yo'lovchilar o'rtasida juda ko'p noqulayliklar tug'ilardi. Hozirgi kunda mana hozir zamonaviy bekatlar qurilmoqda. Buning natijasida misol uchun mana tadbirkorlarga boshqa joylardan joy berilmoqda, ya'ni bekatlarning o'zi qolmoqda. Bu zamonaviy bekatlarning foydasi, ya'ni jamoat transporti ham o'z joyida to'xtaydi va bekat yo'lovchilari ham o'z joyidan chiqib, ularga nisbatan hech qanaqa noqulayliklar tug'ilmayapti. Ya'ni bu biza yo'lovchilar uchun juda ham bir foydali bo'ldi desam to'g'ri bo'ladi. Shahar hokimligi va tuman hokimligi mutasaddilariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana Toshkent shahrida fuqarolar uchun avtobus ostanovkalarida, bekatlarida zamonaviy bekatlarning yaratilishi bu albatta fuqarolarimiz uchun shart-sharoit yaratilishini katta ahamiyati bor. Masalan, mana shu bekatlarda turganda yoz va qish mahallarida o'sha bekatlarda zamonaviy oynalarda o'rashib fuqarolarimiz uchun qulay sharoit yaratiladi. Albatta biz nuroniylar Toshkent shahar hokimligiga va boshqa rahbarlariga o'zimizni samimiy minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hozirgi qulayliklar yaxshi bo'ldi. Oldin bekatlarda masalan biz avtobusga o'tirmoqchi bo'lsak yoki minmoqchi bo'lsak, kelib turib mashinalar to'xtab turganda avtobuslar buyoqqa to'xtatib, ularning orqasidan borib minishimizga to'g'ri kelardi. Ancha vaqtdan ham yutqilardik. Hozir tuman hokimiga ham, shahar hokimiga ham hammalariga rahmat. Bizga ancha qulayliklar bo'ldi. Sababi yengil tomoni ko'p bo'ldi. Oldingidek tirbandlik bo'lmaydi, kutib turish bo'lmaydi. Avtobus o'z vaqtida keladi. Biz ham o'z vaqtida ishimizga, uyimizga, xonadonimizga yetib olamiz. Bu uchun hammaga kattakon rahmat. Ostanovkalarga magazinlar olib tashalari yaxshi bo'ldi. Apalasa chizildi, bizga qulayliklar, intervallarga ham yaxshi bo'lib qoldi.